Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida tashkil etilayotgan ushbu loyiha Agrobank G'ijduvon filiali hamkorligida Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Zarkaron mahallasi hududidagi 127 va 146 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda birinchi ekin sifatida sabzi ekilgan bo'lib, maydon hajmi jami 10 gektarni tashkil etadi. Ushbu 127 kontur hajmi 3 gektar bo'lib, uzunligi endi 100 metr, bo'yiga esa 300 metrni tashkil etadi. Keyingi 146 sonli konturimiz 7 gektarli bo'lib, uzunligi 200 metr, bo'yi esa 350 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatda. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 19 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jalik uchun o'rtacha 52 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Rizo Mirzo Shirin mevalar bog'i fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonnadan jami 300 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.